Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir video tarbiya haqida. Men tarbiya haqida shaxsiy Facebook profilim Ixtiyor Ziyo profili, shaxsiy Telegram kanalim Ixtiyor Mamat Murod Telegram kanallarimda bir necha bor gapirganman tarbiya haqida. Yozganman, to'g'rirog'i gapirmaganman. Yozganman. Facebookda chiqadigan har turli axloqqa ta'sir etuvchi videolar haqida yo Instagramda chiqadigan videolar haqida gapirganman, lekin bu safargi holatga shaxsan guvoh bo'ldim. Ya'ni nima? Yozganman-da bu mavzularda, lekin bu safar shaxsan guvoh bo'ldim. Ya'ni nimaga guvoh bo'ldim? Men o'qiyotgan institutda, O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida imtihon oldidan tayyorgarlik ko'rib o'tirganimda bir boshqa kurs bo'lsa kerak, adashmasam, talabalar keldi. Qiz bola, o'g'il bolalar. Qiz, o'g'il bolalar. Xullas 3 ta o'g'il bola edi. Oldida bir 4 ta qiz ketayotdi. O'shalardan, o'g'il bolalardan 3 ta o'g'il boladan bittasi bir talaba qizning orqasiga tepib qoldi. Shundan so'ng boyagi qiz ham talabaning oyog'idan chaldi. U bo'ldi, talaba qiz yigitni ustiga chiqib ketdi. Xullas shunday voqealar bo'lib qoldi. Endi men buni nima uchun deyapman? Tarbiya haqida gapiryapman, tarbiya. Qizning orqasiga, ketiga o'g'il bolaning tepishi qanday? Men bilan barobar 22 yoki 21 yoshli bola. Qiz bola ham shunday bo'lsa kerak endi. Bola men bilan barobar ekan. Barobarga o'xshadi, u bilan gaplashganim yo'q. Boshqa kursni bolasi, boshqa guruhni bolasi. Xullas, keyin o'zimga o'zim savol berdim. Institutda talaba shunday qilayotgan bo'lsa, maktablik paytida bu bola qanday, nima qilgan dedim, lekin javob topa olmadim. Shuni sizlardan so'ramoqchiman. Bu nima degani? Qanday tarbiya ko'rgan bu farzand o'zining oilasida degan savol bilan murojaat qilmoqchiman.